kirmoqchi bo'ladi. Juda ko'p qo'shnilar uchratadi. Bu ijtimoiy rolik, ijtimoiy anavlarga, sahifalarga chiqqan uning ichida agar haqiqatan ham bitta agar fakt agar bo'lganda bizda ham yoki boshqa organ xodimlari ham hech kimni tinch qo'ymaydi bu sohada. Chunki bolani sog'lom ovqatlanishi bu albatta birinchi o'rinda turadigan narsa. Chunki bizga xalqimiz eng oliy ne'mati, eng boyligi farzandini ishonib topshirgan. Biz bitta tizim qo'yganmiz. Sherzod aka, bu savol uchun avvalo katta rahmat. Bu bitta tizim qo'yganmiz. Mana bog'chaga so'yadigan mana shu Parizod to'yxonasining oldida kushxona bor, o'sha mollarni so'yadigan joy bor. O'sha kushxonaga biz har haftaning payshanba kuniga mollarni yig'amiz. Mollarni yig'gan vaqtimizga u yerga tadbirkorlar keladi. Bolalarga berib bo'lmaydigan mollar olib keladi u yerga. Biz unga ruxsat bermaymiz. Yo'q. Bu mollar seni o'zingni bolalaringga berib ko'rasanmi shu molni? Tanib qolasanmi deb hisob qilamiz. Keyin bular ozroqina dili ranjiydi. Yo'q. Sizni ustingizdan yozamiz. Sizni ustingizdan chizamiz. Sizni ustingizdan murojaat qilamiz. Men aytayapman, biz to'g'ri ishlasak, hamma hech qanaqa har doim yuzimiz yorug' bo'ladi. Biz mana shu joyga payshanba kuni qo'yamiz. Payshanba kuni ertalab mollarni ketiradi. Mollarni ketirgandan so'ng veterinarga kelib hammasidan bu biron kun agar imkonlaringiz bo'lsa, hammalaringizni o'sha yerga olib borardim. Qachonda imkoningiz bo'lsa, hammalaringizni olib borardim. Shu jarayon o'zi meni ham anchadan beri juda murojaat qiladi. O'sha qilgan murojaatlarini nomi yo'q egasini. Anonimni murojaat qiladi. Qanday agar uni murojaat yo'llaganda edi, shu murojaatlarni egasini topib, mana bu faktni isbotlab bering, bu faktni isbotlab bering, bunisini isbotlab bering degan faktlarni qo'ysam. Meni qiynaydigan bitta masala bor. Shu murojaat qilgan insonlar hammasi anonim murojaatlar. Mard bo'lib murojaat qilmaydi. Mani ismim Elib Hamza. Siz mana shu bog'chaga, mana shu ta'lim muassasasiga shunaqa degan narsa bor. Yo'q. Bu biz o'zimiz qarshimiz shu narsaga. Men yana bitta narsani joiz deb bilamanki, biz xalqimiz eng oliy ne'mat boyligini bergan, farzandini bergan. Biz bunga xiyonat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Men boshlik tizim qo'ymayman xiyonat qilgani bu masala bo'yicha. Mana telefonlarimga ham har haftalik rasmlarni yigitlarim o'zim borsam, o'zim bo'lmasa yigitlarim borib o'sha yerga rasmga tushirib oladi. Rasmga tushiradi. Nechta mol keldi deydi. 20 ta mol keldi. 20 ta mol veterinar keladigan 20 ta moldan kelib qon oladi, qon tahlilini oladi. Javobi chiqqandan keyin, bruselloz kasalligi, boshqa kasallik chiqqandan keyin bular juma kuniga so'yiladi. Shunda ham so'yilmaydi. Javobi chiqqandan keyin juma kuniga so'yiladi. Juma kuni keyin bog'chalarga tarqatiladi. Bu albatta katta tashkilotlar qilinyapti. Mana Buxoro shahriga xuddi shunday agroklaster beryapti. Endi agroklasterda agar matbuot anjumanida agar agroklaster o'tkazgan bo'lsa, ko'rgansizlar qanaqa mollarni yetishtiradi, boshqa narsa bo'ladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, har kunlik payshanba kunlik jarayonlarni men o'zim tashlab beraman sizlarga. Mana shunday sifatli. Bu bitta yarimta tadbirkorlarimiz yo'q emas, bor bu tadbirkorlarimiz. O'sha pulni ishlashni boshqa yo'lini topib olganlar bor, lekin men shu tadbirkorlarga yana aytamanki, mana shu topadigan pullarini maktabgacha ta'limga oziq-ovqat kiritish bilan emas, boshqa yo'nalishda topsa juda ham yaxshi bo'lardi. Men o'zim qattiq turibman bu masala bo'yicha. Tuhmatga ham, boshqasiga ham men oxirigacha biz bu jarayonlarga tik turib beramiz, chunki albatta bog'chalarda bolalarning ovqatlanishi bu biz uchun birinchi navbatda turadigan narsa va shunda ham bo'lib qoladi. Bu faqat davlat